Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ramazon oyining boshlanishidan birinchi kunidan mana onlayn RPni boshlab oldim mana. Videodan ko'rganinglardek, hozir onlayn RP terminlari haqida gaplashamiz. Hozircha endi boshlaganim uchun video chiqarishga qiyin bo'lyapti. Shunda biz endi boshlaymiz. Birinchi RP, ya'ni role play. Kimdir biladi, bilaman, bilmaydiganlar juda ko'p bo'lsa kerak. RP bu hozirda bu o'yinga nisbatan aytilsa, nima desa bo'ladi, real hayotga asoslangan o'yin desak to'g'ri bo'ladi. Bu yerda real hayotda nima qilsanglar, o'sha narsani qilishinglar mumkin. Lekin hammasini emas. Hop. Shunda ikkita OS, ya'ni out of characters. Ya'ni bunda nima desa bo'ladi? Hayotda qilinayotgan, mana masalan o'ynayotganingizda nima qilayotgan bo'lsangiz, o'shani mana shu raster orqali, buyruq orqali yozib borishingiz kerak. Buni qilish uchun mana shu chatga qilib, mana kodni terib qolsangiz bo'ladi. Shu yozsangiz bo'ladi. Keyingisi in characters. Unda o'sha o'yinda oddiy mana yozdim, bu oddiy chat hisoblanadi. Buni uncha bilmaydi lekin. Keyingilari eng ko'p qo'llaniladigan birinchisi meta gaming degani. Bu katta xato. Mana bilar bilmay katta xato qilib qo'yganlar mana shunaqa bo'ladi. Bunda hayotda nima qilayotganini oddiy chatda yozish. Mana shu joyga hayron qoldim men, bo'ldi. Qolgani qiziq emas. Hop, keyingisi deathmatch, ya'ni unda odam masalan siz yoki sizni atilabdan yoki bilmasdan o'ldirib qo'yishdi. O'yinda yoki zarar yetkazishdi. Siz shartda kerakki, o'sha odamning ID'sini yozib, masalan 300-chidir qolman DM qilsanglar, o'zi sirazu tushunib oladi admin nima qilishi, qarab turadi oxirigacha nima qilar ekan deb. Buni voqliroq yozish kerak-da, tez yozadiganlar bemalol qila oladi. Xo'p, keyingisi BH, ya'ni Bunny Hop degani, bu Bunny Hop, ya'ni yurayotganda doimiy bundan sakrash. Bu qoidaga zid, chunki yana yugurgandan ko'ra sakragan tezroq boradi. Shuning uchun bu o'ylab qilingan qoidalar. Hop, VH degani hopping degani, u degani velosiped yoki mototsikldan mana shunday darsda tushib ketish. Bu juda ko'p qo'llaniladi agar siz qayerdandir qochmoqchi bo'lsangiz. Shunaqa vaziyatlarda ko'p qilinadi, lekin bu ham qoida buzishga kiradi. Hop. Keyingisi spawn kill, SK, ya'ni unda bo'lsa o'yinchi paydo bo'ladigan spawn joydagi odamni o'ldirish. Bunga juda qattiq jazo beriladi, lekin unaqa qilish maslahat bermagan bo'lardim. Hop, keyingisi TK, ya'ni team kill. O'zingizni jamoadoshingizni yoki klandosh, semyadoshingizni o'ldirsangiz, shunaqa qoida kelib chiqqan, shu ma'lum bir muddat qamoqda o'tirib chiqasiz. Keyin DB,
ya'ni drive by. Unda bo'lsa, mashinadan turib, mashinada o'tirib yoki mashina yordamida odam o'ldirish yoki mashinani ichkarisidan odam o'ldirish. Ko'pincha opitnilar biladi, unda tormoz oldida avtomatda bo'lsa, avtomat rasmi turadi, o'shani bossangiz otadi. Shunaqa qilish ham mumkin emas o'zi. Keyingisi PG, Power Gaming. Power Gamingda o'zingizda qahramon yasash. Qurolsiz sizga qurol o'qtalib turgan odamga qarshi chiqish, sizda qurol bo'lmasdan yoki 5 ga 1 urushayotganda qo'rqmasdan urish. Bu ham qoida buzishga kiradi. Keyingisi RKni ikkita ma'nosi bor: rival kill yoki repeated kill. Revenge killda siz qasd olasiz. Kichik ma'noda sizni o'ldirgan odam masalan ulgurmadingiz rep yozishga, baribir alam qolib ketadi-yu, o'sha alamni borib olib kelsangiz, u agar rep yozsa ikkalovinglar qamalasizlar. Shundan keyin bo'lsa, keyingisi repeated kill bo'lsa, bitta odamni qaytadan yoki sizni bitta odam qaytadan urib o'ldiraversa 2x jazo beradi, oddiy jazodan ko'ra. Keyingisi OSK, ya'ni оскорбление. Haqorat qilish, so'kish kirib ketadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'pincha so'kinish o'yinchilarga haqorat qilsa yoki oddiy so'kinsa 1 kungacha ban. Agar oilasidan so'ksangiz yo boshqa qilsangiz, srazu 3 kunga ban beradi agar oddiy o'yinchini o'zini so'ksanglar. Agar admindan so'ksanglar 3 kun anaqaga beradi, oddiy so'kinishga. Agar qarindoshidan, yaqinlardan so'ksa 7 kuncha beradi va 7 kun ban beradi. Hozirga aytmoqchi bo'lganim shular, lekin qo'shimcha qiladiganim bor, albatta. Bu Flood bilan Demorgan bu o'yinning ichidagi qamoq. Agar sizda Demorganga tiqsa, где-то momentda paydo bo'lasiz. Yana kartani chetida. Masofani qarang. Tak shunda. Flood bo'lsa, masalan, bitta gapni million marta chatda yozaverish. Admin ko'rsa, sizga chatingizni banga tiqadi. Xullas, bugungi shular edi. Hammaga rahmat tomosha qilganlarga. Hammaga xayr.